Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Yaqinlar tabrigini podpisчиклар, muxlislar. Mana bugun bizlar ukamiz, chunki o'zim yaxshi ko'raman. Necha yildan beri bilaman. Mana shu Qush hovuz to'ylariga, Jarvoshni to'ylariga reklama qilib, как administrator deb bizga podishka qiladi bu yigit. Bugun shu ukamizni onalarini tavallud ayyomi ekan. Mana Ixtiyorjon bilan birgalikda kelgan biza. Bugungi tadbirni boshqacha, ya'ni o'zgacha talqinda o'tkazamiz, xudo xolasa. Chunki bu yigitni juda ham hurmat qilaman. Kuzatinglar, bugun bomba bo'ladi. Rahmat. Chunki men keldim yana yaqinlar tabrigiga. Rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Ayni paytda Kattaqo'rg'on tuman Qush hovuz mahallasiga tashrif buyurganmiz. Jo'rabek ukamizni bugun xonadonlarida katta bayram bo'lyapti. Sababki volidalarini, jannatlarini, Ro'zbo onamizni tug'ilgan kunlari. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Kutilmagan surpriz, farzandlar, kelinlar, kuyovlar, nabirajonlar bu chiroyli tadbirni amalga oshirishni niyat qilganlar, Aslibek ham tashrif buyurganlar. Tadbir zo'r bo'ladi. Tadbirni oxirgacha ko'ringlar. Tadbir yoqsa bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi tashrifimiz sizning xonadoningizda bo'ladi. Telefon qilsangiz bo'ldi, biz boramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hali ham like bosmay kuzatyapsizlarmi? Hep bosinglar, bitta bunday qilib qo'yinglar. Ketdik. Har bosgan izingiz jannattur onam, har aytgan so'zingiz hikmattur onam. Men uchun 5 kunlik bu fani dunyoda baxtimga bor bo'ling mehribon onam. Dunyoda bitta donam, bu mening onam, quvonchim yagonam, bu mening onam. Siz bilan go'zaldir ham nurli koshonam, baxtimga bor bo'ling mehribon onam. Dunyoda bitta donam, bu mening onam, quvonchim yagonam, bu mening onam. Siz bilan go'zaldir ham nurli koshonam, baxtimga bor bo'ling mehribon onam. Qancha ko'p qiyin kunlarni duoda o'tkazib, bedor tunlarni sizning bu sabringizga o'zi berdi-da. Bugungi betakror chiroyli kunlarni otamning omadi. Rahim. Avvalambor assalomu alaykum Fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, barchalaringizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Yaqinlar tabrigi ijodkorlari Fayzli xonadonlaringizga tashrif buyurganmiz. Ro'zbo onamizni bugun shaxsiy bayramlari, tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun kutilmagan surprizlar bilan tashrif buyurganmiz. Imkon bo'lsa o'zlarini va xonadon mehmonlarini bitta chiroyli guldiroz qarsakiylar bilan kutib olamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Marhaba. Assalomu alaykum Fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, barchalaringizga xayrli kun tilaymiz.
Mustafa assalomu alaykum. Ro'zg'ona assalomu alaykum. Shaxsiy bayramlar tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bugun xonadonlaringizda juda ham chiroyli kun, farzandlar, nabiralar, qarindoshlar, kelinlar, kuyovlar yig'ilib bir onamizni tabriklaymiz, otamizni tabriklaymiz, bir yubiley to'ylarini qilib beraylik deya niyatlari bor ekan. Jo'rabeyjon bir ayolga telefon qilgandi. Ukamiz bo'ladi, shogirdimiz bo'ladi. Aka nasib bo'lsa niyat qilganman. Bir bizning xonadonimizga tashrif buyurib, qalbimizda ezgu niyatlarimiz bor. Necha yillardan beri aytishimiz kerak bo'lgan so'zlarimiz bor. Otamizga, onamizga chiroyli qilib yetkazib, bir chiroyli tarixiy kunlar qilib bersangiz, eslay yursa, necha yillar davomida otam, onam xursand bo'lsalar, bizga shuni o'zi yetadi. Hozir men Jo'rabek bilan tashqarida bizani kutib oldilar, ancha suhbat qurdim. Dadajoningizni, ayjoningizni tonimasam, hayotda qanaqa inson ta'rif bering, nima so'zlar bilan tabriklang, oilangiz to'g'risida ma'lumot bering, so'zlarimiz yolg'on bo'lmasin deganimda, otam, onam dunyodagi eng bebaho, eng samimiy, oqko'ngil insonlar. Otam, onam 7 ta farzandni dunyoga keltirdilar. Bekam o'stirdilar, voyaga yetkazdilar. Hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qilyaptilar. Otajon, onajon bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat. Otam necha yillar davomida ichki ishlar sohasida ishladilar. Yurt tinchligini saqladilar. Onajonim farzandlarga chiroyli ta'lim, ilm berdilar. Barkamol avlod yoshlarga, yurtimiz, qishlog'imiz farzandlariga ta'lim berdilar. Muallimalik qildilar. Shunday oilada dunyoga kelganimizga Yaratganga shukrlar aytamiz. Allohimni bizga bergan bebaho sovg'alaridan biri shunday ota-onani berganligi. Otajon, onajon umringiz uzoq bo'lsin. Bizning baxtimizni, kamolimizni ko'ring. Niyatlarim juda ham ko'p. Allohga ming qadar shukr, birin-ketinlik bilan erishib kelyapmiz. Chiroyli uylar qilamiz degandek uylar qildik. Mashinalar minamiz degandek mana birin-ketinlik bilan mashinalarga yetishyapmiz. Chiroyli to'ylar qilamiz deb Allohim mana birin-ketinlik bilan to'ylarga yetkazyaptilar. Nasib bo'lsa 2026-yilda otamga, onamga bir chiroyli, aqlli, iboli kelin olib kelay, xizmatlarini qilsin deya niyat bildirdilar. Farishtalar amin degani bo'lsin. Inshaalloh nasib bo'lsa, shularni rohatini ko'ring. Buvajon, umringiz uzoq bo'lsin. Bolam deydi, yosh ulug'larimiz aytadi, oqsoqollarimiz, xo'jonlarimiz, tilingdan chiqqan har bir so'zga, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta amin deydi. Ko'p xonadonlarga borganmiz. Bir xonadonga 4 marta, 5 martalab borganmiz. Otamni, onamni umraga, hajga yuboray, to'ylar qilay, mashina olay deb niyat bildiradilar. 1 yil o'tganlarga telefon qilib, "Ukajon, bilasizmi, niyat qilgandek otamni, onamni umraga jo'natay deb, hajga jo'natay deb. Otam, onam umradan, hajdan kelyapti" deydilar. Tilimizdagi chiqqan so'zlarga farishtalar amin degani shu bo'lsa kerak-da. Bugun ham Jo'rabeyjon niyat qildilar. 2026-yilda yana bitta yaxshi niyatim bor. Allohim yetkazsin. Otam, onam rohatimni ko'rsin, otamni, onamni umraga, hajga yuborsin. Hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarida saxovat dasturxonlarini yozib hovlimizda to'ylar qilib bersak, opamlar bilan, akamlar bilan, jiyanlarim bilan birgalikda. Allohim yetkazsin bizani shunaqa chiroyli kunlarga. Chunki yillar davomida o'g'limni, qizimni o'qitishim kerak, chiroyli tarbiya berishim kerak. O'g'illarim jo'rasidan kam bo'lmasin, qizlarim dugonasidan kam bo'lmasin deya tinimsiz mehnat qildilar. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demasdan, endi bizani rohatimizni ko'rsinlar. Asli o'ylab qarasam, peshonalarga tushgan ajinlarda, sochlarga tushgan qorqironlarda biz farzandlarning aybu xatolarimiz bo'lishi mumkin. Ming bor uzr so'raymiz. Dadajon, ayajon yoshlik qilib aytganingizni qilmagan bo'lsak, qattiqroq gapirib yuborgan bo'lsak, sho'xliklar qilgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Bugun hayotda pul topyapmiz, obro', mansab topyapmiz, hurmat topyapmiz. Barchasi otamni, onamni soyasi ostida. Chunki otam, onam joy namozlar ustida, dasturxonlar boshida bilaklarini duoga ko'tarib yaratgan Allohim farzandlarimni omadini bergin, baxtini bergin deya aytgan so'zlari ila tuproq olsak oltinga aylanyapti. Oltin boshimiz omon bo'lyapti. Kuchimiz yetsa, yetmasa, aqlimiz yetsa, yetmasa, vaqt topa olsak, topa olmasak ham ishlarimiz o'ngidan kelyapti. Chunki ota-onam duo qilib turibdilar. Otajon, sizni yaxshi ko'ramiz, umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'sha qaring, davralarimiz to'g'rida duo qilib tursangiz, biz uchun eng katta boylik, eng katta davlat deya Dadra bobam, Marhaba opamiz, Madina opamiz, Sardor akamiz, Nigora yangamiz, Go'zal opamiz, Sharoz opamiz, Jo'rabek ukamiz
hammalari nabiralar, kelinlar, kuyovlar bugun sizlarni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayaptilar va xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar sovg'alar bilan tashrif buyurgan farzandlarni, nabiralarni sovg'alar bor. Birin-ketinlik bilan sovg'alarni taqdim etamiz va biz bilan birgalikda Jo'rabekjonning iltimoslari. Bugungi kunda Kattaqo'rg'on tumanida birinchi raqamli hofizimiz bor. Imkon bo'lsa akamni o'ziga ham telefon qilaman. Iltimos o'zlariga ham telefon qiling, bizning xonadonimizga kelib onamni shanlariga, otamni shanlariga qo'shiq aytib bersinlar deya iltimos qiluvdilar. Jo'rabekjonning iltimoslariga ko'ra Kattaqo'rg'on tumanining birinchi raqamli hofizi Aslirbek Sulaymonov tashrif buyurganlar. Guldiroz Xalsigiya bilan ko'ramiz. Bayramlar bo'lsa. Shovo san'atkorimiz Aslirbek Sulaymonov. Rahmat e'tiborlar uchun tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz baxtli, sog' bo'ling. Ushbu qo'shig'imiz siz uchun. Marhamat. Jo'rabekjon nomidan. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi? Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi? Yoningizda erkalar jilva qilsam maylimi? Yoningizda erkalar jilva qilsam maylimi? Katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi? Oydayin to'lgan yuzingga men terbilsam maylimi? Katta bo'lgan beshigimni tillo qilsam maylimi? Men terbilsam maylimi? Oydayin qizlar yaratding, davrak o'g'lonlar. Oydayin qizlar yaratding, davrak o'g'lonlar. Tum qanotim sochlariga tushmasin ichoqlar. Bosh egib ta'zimda durman, onajonim siz uchun. Umr nomingizni kuylar Aslirbek siz uchun. Bosh egib ta'zimda durman, onajonim siz uchun. Umr nomingizni kuylar Aslirbek siz uchun. Onajonim izlaringiz ko'zga surtsam maylimi? Yoningizda erkalar jilva qilsam maylimi? Yoningizda erkalar jilva qilsam maylimi? Rahmat e'tiborlar uchun. Endi biz Jo'rabek ukamiz sabab tashrif buyurdik. Umringiz bo'lsin onajon. Bu yigit ancha yil bo'ldi bizga salom alaykum qilib, aka-ukamiz shu Jarvoshidagi Shohdoston to'yxonasida ishlaydi. Bizani administratorimizda o'sha yerda kim kelsa
san'atkordan gap ochilsa, Asilbek akamdan zo'r yo'qdir, doim bizani reklama qiladi, bu yigit hurmat qilamiz. Mana shu farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling, hamma yaxshi niyatlar sizga, qolaversa mana bu guldiroz qarsaklar ham sizga. Rahmat. Umringiz sog' bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Yillar davomida farzandi uchun mehnat qildinglar. Endi Allohim biz farzandlarni qalbimizga iymon ila boylikni jo qilsinki, otamni tug'ilgan kunlari kelyapti, bir yaxshi mashina sovg'a qilay. Onamni tug'ilgan kunlari kelyapti, umra hajlarni yo'llanmasini hadya etay. Bir uyda sovg'a qilaylik deb aytishlik biz farzandlarga nasib etsin. Asilbek ham juda ham hurmat qilaman. Katta xilli yo'qda, obro'lari, mansablari o'zlariga yetarlar, lekin katta xilli yo'q. Aka, bir chakka qishloqda bir kamtarin inson bor ekan, niyat qilibdi, onasini tabriklashimiz kerak etsam, boraman deydilar. Mana onam hayotligida mana ko'rsatuvlar yo'q edi. Agar ko'rsatuvlar bo'lganda, men har kun onamga surpriz qilgan bo'lardim, xursand qilardim. Onamning ruhlari shod bo'lsin. Shuning uchun otalarni, onalarni xursand qilishdan o'sha chekka qishlog'imizda, chekka uyda bo'lsa ham men borib xizmat qilaman. Mayli deydilar-da. Asilbek akamni hurmat qilaman. Asilbek akamga bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Asilbek aka umringiz uzoq bo'lsin. Bir xonadonga bir chiroyli ko'rsatuv yaratamiz deb tashrif buyurganmiz. Otamizni, onamizni duolarini olamiz, qarindoshlarning duolarini olamiz. Bir chiroyli o'yin kulgular qilib beraylik. Oilani tarixiy kunlari, yillar davomida eslayveraylik bu kunlarni degan yaxshi niyat bilan. Asilbek akamdan so'rayman, bir chiroyli qo'shiqlarni ijro etsangiz, bir kayfiyatlarni ko'taramiz, mehmonjonlar bilan mazali raqslarga tushamiz-da, keyin hali ota-onamizga atalgan sovg'alarimiz, surprizlarimiz juda ham ko'p taqdim etaveramiz. Bugun sizlarni hayratlantiramiz, rostdan ham. Bitta qarsaklar bo'lsin, marhamat, sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz. Marhamat. Davraga, onajon, siz uchun. Uyimizni farishtasi o'zingiz, ma'noviy har bir aytgan so'zingiz. Uyimizni farishtasi o'zingiz, quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz, quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz. Farzandingiz baxtini ko'ring onam, farzandingiz baxtini ko'ring onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qanda jonim yo'q borim hakronim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qanda jonim yo'q borim hakronim onam. Siz uchun atalgan shuqchang bu ko'y taronam, siz uchun atalgan shuqchang bu ko'y taronam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Yashay hoppa. Qadamingiz atri gul olason, atrofingizga to'lar olason. Qadamingiz atri gul olason, atrofingizga to'lar olason. Dunyolar ko'zlarimga kelsa tom, dunyolar ko'zlarimga kelsa tom. G'am yemayman yonimda onam bor, g'am yemayman yonimda onam bor. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qanda jonim yo'q borim hakronim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam. Siz uchun atalgan shuqchang bu ko'y taronam, siz uchun atalgan shuqchang bu ko'y taronam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Davom etamiz. Kulgan ko'zu chehrang bilan jonulading dilbarmani, kulgan ko'zu chehrang bilan jonulading dilbarmani. Aytgin tanishlaysan o'zing qayerda ko'rganman seni, aytgin tanishlaysan o'zing qayerda ko'rganman seni. Ko'pdan beri jon o'tadi, kuygan dilim qon o'tadi. Ko'pdan beri jon o'tadi, kuygan dilim qon o'tadi. Orzu armon o'tadi, qayerda ko'rganman seni. Orzu armon o'tadi, qayerda ko'rganman seni. Ko'rsam ko'rsam hayronim, aytib qilib janonim. Ko'rsam ko'rsam hayronim,
Ey pari gul pari sevdim sevganim seni mendan ketmaginlari ayolimni olding ey pari gul pari sevdim sevganim seni mendan ketmaginlari ayolimni olding Ay şirin şirin Valide yüzlü Masaça şirin Ay şirin şirin Valide yüzlü Masaça şirin Yaşay baba Nazlanıp yürüyüşlerin Çimgine turuşlerin Bir şirin gülüşlerin Aytkin kimden aldın Nazlanıp yürüyüşlerin Çimgine turuşlerin Bir şirin gülüşlerin Aytkin kimden aldın Ay şirin şirin Valide yüzlü Masaça şirin Ay şirin şirin Valide yüzlü Masaça şirin Salomat bo'linglar, tabriklarimiz davom etadi. Rahmat, salomat bo'lasiz. Farzandlarning huzurini, halovatini ko'ringlar. Bugun nabiralari sovg'alari bor, sizlarga farzandlari sovg'alari bor, chiroyli niyatlar, tabrik so'zlari. Hoji onamlar ishtirok etyaptilar, ammajonlarimiz qolib. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Ro'zbona sir bo'lmasa nechaga kirdingiz? 18 yosh. 18 yosh. Bitta qarsak ela bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Turmush qurganlaringizga necha yil bo'ldi? O'ktam bu necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 44 yil bo'ldi. 44 yil. Endi bir eslab ko'ramizda, bir eslab ko'ramiz. 44 yil oldin birinchi uchrashuvga chiqqanlaringizda O'ktam bu ham nima sovg'a qilganlar sizga? Esla olasizmi? Nima sovg'a qilganlar? Esla olmaysizmi? O'ktam bu esla olasizmi? Eslaymanki endi uyat bola aytmaysan. Bo'ldi, xo'p, bo'ldi. Bugungi kungacha sevarkansiz. Juda ham qattiq sevarkansiz. Telefonlaringizga kumushim deb yozib qo'ygansiz. Ishonmasangiz men ko'rsataman lekin. Sirlar ochib o'laman-da endi. Qani telefon? Qani telefon? Endi nima uchun kumushim deb yozib qo'ygansiz? Bitta shu sirni oching bizga. Endi tilla bo'ladi endi kumushdan keyin. Bugundan boshlab pullar deb yozib qo'yasiz endi bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Endi mana necha yil dedingiz? 44 yil. 44 yildan beri Ro'zbo onam sizga chidab kelyaptimi? Siz Ro'zbo onamga chidab kelyapsizmi? Ikkovimiz ham bir-birimizga chidab kelyapmiz. Ana, hazil huzur qilamiz, o'yin kulgu qilamiz. Shunday qo'sha qarishlik baxti hammaga ham nasib etavermaydi. Ilohim, turmush qurganlarimizga mana haqiqati bilan kumushim deb yozib qo'yganlarda bu muhabbat, bu sevgi. Biz kerak shu 80 ga, 90 ga, 100 ga kirganimizda ham bir-birlari bilan hazil huzur qilyapsa, ota-onalarimiz duo qilib tursa, shuni o'zi bizga eng katta boylik. Agar Jo'rabekjonni boy bo'lishini xohlasanglar, so'rab pullarni olaveringlar. Shuni xohlasanglar, ko'proq sovg'alarimizni olaveringlar. Allohim biz farzandlarga beraveradi. Allohim ziyodasi bilan bersin. Farzandlarning rohatini, farog'atini ko'ringlar. Endi O'ktam bu mikrofonlarni o'zingizga havola etaman. Ro'zbonani tabrikladingizmi yo'qmi o'zi bizga kelguncha? Ertalabdan beri ha? Endi bizani kameralarga muxbirlarni qolsin, bir yaxshi ko'rishingizni aytib, tabriklab qo'yasiz bugun, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bolalarim, qizlarim, singillarim, qudag'aylar, kuyovlar, qaynilar. Shu qatorda mana shu kelgan mehmonlar sizlarni bugun turmush o'rtog'im Ro'zboni tug'ilgan kuni ekan, tabriklayman. Yuzlarga kirsin. Xudo bergan 7 ta farzand katta qilib berdi. Hammasi joy-joyida, esli qushlar aqlli. Xudo xohlasa Jo'rabekjonni ham omadini berib, hozir ham yaxshi, bundan keyin ham omadini bersin. Do'stlari, aka-ukalari ko'p bo'lsin. Topganlari to'ylarga kelib, mana
aytganingizdek yaxshi kunlar ko'p bo'lsin degan shu xonadonda Jo'rabek uchun ham katta bir to'y tantana bo'lib, o'zini juft halolini topsin. Og'aylar, hammalaringizni bugun kelganlaringizdan rahmat. Hurmat izzat qilib, uzoqda yurganlar eson-omon kelsin, xasta bo'lganlar eson-omon joyidan turib ketsin. Sizlarga ham yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga boraylik. Nimaiki niyat bo'lsa erishingizlar. 26-yilda boshida o'tiribmiz, hammamizga omad keltirsin. Uy qilmaganlar uy qilsin, to'y qilmaganlar to'y qilsin. Niyatida nimaiki deb bo'lsa shunga erishsin. Xudoyim taolani uylariga borib kelish Xudo nasib qilsin. Yana bir marta aytaman, kabirim sog' bo'lsin, qo'shaqarik, kamol, sog'lik, salomatlik bo'lsin. 44 yil bo'lgan bo'lsa, turmush qurganimizga yana 44 yil birga yashaylik. Shu bolalar baxtiga. Men bolalarimdan ham roziman, kabirimdan ham roziman, hammasiga rahmat. Rahmat hammasiga. Yaxshi ko'raman deb qo'ying bugun kunlar. Sevaman. O'qtan buva, bekorga bu gapni ayttirmadim sizga. Shu gapni aytdingiz-ku, qo'lim og'riyapti, oyog'im og'riyapti desalar, ertaga shu gapni aytmaydilar. Chop-chop xizmatingizni qiladilar. Aytdingiz-ku, yana 44 yil sizga xizmatingizni qiladilar. Umringiz uzoq bo'lsin, qo'sha qarshilik baxti hammaga ham nasib etsin. Men endi mana shunday farzandaga chiroyli tarbiya beribsiz. Oliy ma'lumotli bo'lganlari bor orasida, hunarli bo'lganlari bor orasida. Dadalari ham Samarqanddagi joyda maktab direktori bo'lib ish faoliyatlarini yuritar ekanlar. Ko'z tegmasin, opamdan ikki og'izgina chiroyli niyatlarni eshitamiz. Albatta onajonlarni izlaridan yurib, duolarini olib bugungi kunda martabaga erishib turibdilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Ayajonim tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Yuzlarga kiring aya. Dadam bilan birga hojlarga borish nasib etsin. Doimo boshimizga soyabon bo'lib yuringlar. Rahmat. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Ro'zba onamning opa-singillari kelganmi? Qanilar, kesilib bizning yonimizdan ikki og'izgina ota-onalaringizdan qolgan yodgorlaringizni, farishtalaringizni, opajonlaringizni, singillaringizni tabriklab qo'yasizlar. Ammajonlarimiz kelganlarmi? Qani, kelinglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Oilani baxtini tilab turgan insonlar. Ammajon keling. Assalomu alaykum. Bugun yangamda tug'ilgan kuni ekan. Yangam yuzlarga kirsin. Nimaiki niyatlari bo'lsa niyatlariga yetsin. Yanga emas bizlarga ikkinchi enamiz bo'ladi. Akam bilan qo'sha hajlarga borib, bolalarim ukamlar huzurlarini ko'rib, hamisha boshimizga sog' omon bo'l. To'yimiz, malakamiz kattasi mana shu yangam bo'ladi. Shu xonadonga hamisha yaxshi kunlarga keling. Hammalaringiz yaxshi kunlarga kelingizlar. Sizlarga ham rahmat, izzat qilib kelganlaringiz bilan. Akajon, qo'shganlaringiz bilan qo'shaqaringizlar. Kunlar baxtiga sog' bo'lingizlar. Bolalarim nomidan, oilam nomidan tabriklayman. Sog' bo'linglar. O'qtan buvamni, Ro'zba onamni yaxshi ko'radigan nabiralar bormi? Kim bugun yaxshi ko'rishlarini aytib, tabriklab, she'rlar aytib qo'yadi? Kim? Marhamat, Samandarmi? Samandar keling qani, qanaysiz? Sovg'ami bu? Ha, bo'ldi, gap yo'q. Tabriklab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizning xonadonimizga. Bugun enajonimning tug'ilgan kuni. Arzimagan sovg'a bo'lsa ham beraman. Enajon yuzlarga kiring. She'r bilasan? Bizlar vaqtimizga sog' bo'ling. Kichkina sovg'a bo'lsa ham oilamizdan sovg'ashi. Tabriklayman. Harsela bo'lsin. Samandar, katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Milisa bo'laman. Milisa bo'ladilar. Buvalarini o'rnilariga nasib bo'lsa. Milisa bo'lsangiz, pulingiz ko'p bo'lsa, zo'r mashinalar minsiz. O'ktam buva bilan Ro'zba onani tug'ilgan kunlari, yubileylarga nima sovg'a berasiz? Mashina. Qanaqa mashina? BMW beraman. BMW, gap. Anvar bo'yiz videoga olyapti lekin. Katta bo'lganingizda, milisa bo'lganingizda, Jo'rabek aka menga eslatasiz, men oldiga boraman. O'ktam buvaga BMW olib bormoqchi edingiz. Qani deyman? Gapmi? 5 tashing. Bo'ldi. Yana kim tabriklab qo'yadi?
Bobojonni, buvijon, qizlardan ham eshitaylik ikki ozgina niyatlarini, tabriklarini. Keling. Umringlar uzoq bo'lsin, tanijonlar uzoq bo'lsin. Jo'rabekjonni o'zlariga mikrofonlarni beraman. Boya syomka qilayotganda, intervyular berayotganda Aslibek ham bilan gapirinsa, yo'q, men uyga borgandan keyin o'zlariga aytaman dedilar. Mana birgalikda eshitamiz marhamat. Jo'rabekjon juda ham yaxshi yigit, kamtarin inson. Ko'z tegmasin. Alloh sizga beryapti. Nima uchun bilasizmi? Otangizni, onangizni duolarini olganingiz uchun. Marhamat. Ustoz katta rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu yerga kelgan bolalar, mehmonlar, qarindoshlar, opalar. Avvalambor onam yuzlarga kirsin. Otam bilan foto bergan umrda chiroyli mazmunli ko'rsin. Boya aytganimdek 2026-yilda umralarga borish nasib qilsin. Baxtimizga sog' bo'lsin. Hammamizni baxtimizga. Yuzlarga kiring onajon. Hozir umrani biletini qo'llariga bersangiz ham bormayman deydilar. Nima uchun? Men ham otamga, onamga aytaman-da, ota, ona umraga yuboraman desam, hali qiladigan ishim bor deydilar. Nima uchun desam, ukang qolgan, ukangni uylantirishim kerak, yelkamda mas'uliyatim bor deydilar-da. Siz uylanasiz-ku, keyin ko'ngillar to'q bo'ladi, umraga ham, hajga ham, mehmondorchilikka ham bemalol boradi. Kelinni toping tezroq, birgalashib. Opa singillar, qarashasizlar endi, qarab turmaymiz, birgalikda 2026-yil to'y qilaylik, umringiz uzoq bo'lsin. Ro'zbona umringiz uzoq bo'lsin. Mikrofonlarni o'zingizga havola etaman. Farzandlaringizni, nabiralaringizni, kelinlarni, kuyovlarni bir duo qilib qo'ying. Ishlari o'ngidan kelsin, omadini, baxtini, barakasini bersin, marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xonadonimizga avvalambor xush kelibsizlar. Bu tadbirni men bilmagan holda tashkil qildi. Ilohim bolalarim sog' bo'lsin hamisha. Aslida Jo'rabekjonim yuzlarga kirsin. Jo'rabekjonim taklifi bilan bo'lgan, bilsanda bilmasanda. Rahmat farzandlarimga, hammalari sog' omon bo'lsin. O'g'il qizlarimni oilalaridan xursandman. Hammalariga Allohim barakasini bersin. Sog' bo'lsinlar, baxtimizga. Jo'rabekjon hamisha sog' bo'lgan baxtimga. Sizlarga ham rahmat. Shuni qatorlaringizga qo'llab-quvvatlab yurganlaringiz uchun ishlari bundan-da rivojini bersin, bardavom bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarimizga kengizlar Allohim. Bobuyim bilan bolalarimni hamisha baxtini, kamolini ko'rib yuray. Rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun. Rahmat, qarsaginglar bo'lsin, qarsaginglar bo'lsin. O'zbona baxtlimisiz? Albatta-da. O'ktam buva baxtlimisiz? Juda. Jo'rabekjon, siz qachon baxtli bo'lasiz? Men qachon baxtli bo'laman? Ustoz. Sizlar bilan ko'p xizmatlarda yuramizda. Yarim tunda kelamiz, ertalab kelamiz. Mana shu ostonadan kelganimda, mana shu ostona oldida otam bilan onamni poyabzallarni ko'rsam, shu vaqtda o'zimni baxtli hisoblayman. Hech nimadan karim yo'q. Bilaman. Azizlar, albatta, baxt, boylik, omad hammasi ota-onamiz borligida. Bugun yetganlar bor, yetmaganlar bor. Erta tong sog'-omon tura olgan bo'lsang, charog'on quyoshni ko'rib olgan bo'lsang, otangdan, onangdan ahvol so'ra olgan bo'lsang, demakki buguning eng chiroyli kun. Eshitsang juftingdan shirin bir kalom, farzanding jilmayib aytsa assalom, otang duo qilsa omon bo'l bolam, demakki buguning eng chiroyli kun. Baxtlar mamlakatda yashayapmiz, baxtlilar xonadonida yashayapmiz. Kunda to'y, tantana, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik, bozor kezing istagan narsani bugun sotib olishga qurbimiz yetib turibdi. Allohim tur faslimizni berib qo'yibdi, yozini, kuzini, qishini, bahorini berib qo'yibdi. Qorlarda o'ynaganlar bor, o'yna olmaganlar bor. Xush kelibsizlar mehmonjonlarimiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Allohga ming qatla shukr. Bayramlarimiz bayramlarga, to'ylarimiz to'ylarga ulashaversin deymiz. Baxtimizga opalarimiz, onalarimiz sog' omon bo'lsinlar. Xolajonlarimiz tashrif buyurdilar. Xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Ro'zvona farzandlarining yana bir sovg'alari bor.
yaxshi niyat bilan bayram tortlari, hayot shirinliklarini tayyorlab qo'yganlar. Imkon bo'lsa, marhamat qilamiz. Bitta chiroyli guldiroz qarsak hiyla bilan ota-onalarimizga hayot shirinliklarini, bayram tortlarini tuhfa etamiz. Bitta chiroyli qarsak hiyla bilan marhamat. Крутится все быстрее, даря, но не стоит грустить зря. Не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей Qarsakila mutlusun, qarsakila. Bayramlar muborak bo'lsin. Baxtingizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. успеха, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви, добра, окружения и самых преданных друзей. Allohim ziyoda qilsin, farzandlarimizni baxti kamolini ko'ringlar, rohatini ko'ringlar. Umrini, bahorini nishonlayotgan kelin poshshalarimiz xonadonlarimizga tashrif buyurganlar. Sizlarga qo'sha qari yursinlar. Marhamat qilamiz, kelin poshshalarimizni salomlarini qabul qilib olasizlar. Kelin poshshalarimiz yo'l ochib beringlar. Marhamat. Imkon bo'lsa mehmonjonlarga, baxtli ota-onalarimizga bitta kelin salom beradilar. Aytamiz, avval Xudoga salom, kelin salom aytamiz, odam atoga salom, kelin salom aytamiz, momoga salom, kelin salom payg'ambarlarga salom, kelin salom aytamiz, payg'ambarlarga salom. Boshida ro'mol qo'ri bor, yuzida iymon peri bor. Boshida ro'mol qo'ri bor, yuzida iymon peri bor. Hozir ko'rishib qo'yasiz. Toli bor, g'aribgina holi bor. Qabul aylang onajonlar, sizga salom aytamiz. Qabul aylang onajonlar, sizga salom aytamiz. Davrimizning to'rida, qalbimizning to'rida, davrimizning to'rida, qalbimizning to'rida. Kelin salom aytamiz, sizga salom aytamiz. Qabul aylang qaro ko'zlar, sizga salom aytamiz. Qabul aylang qaro ko'zlar, sizga salom aytamiz. Rahmat. Ana endi kelin poshshalarimizni o'zlarini ham, xudojonlarimizni, mehmonlarni hammalarini davra raqslarga chorlaymiz. Asilbek akamdan opa singillarni shanlarga chiroyli qo'shiqlarni kuylab berishlarini so'raymiz. Marhamat. Onacha gulli dodon, ko'kalinaki dodon, dodon shina joy qo'ra, ko'chani zaki dodon. Onacha gulli dodon, ko'kalinaki dodon, dodon shina joy qo'ra, ko'chani zaki dodon. Hey, yashay, hoppa! Saralabonar, sık yürübeyin, çiğder bahanar, sapsat etmeyin, ovoz baranar, uygunlay misal, rahmine dara, ey gurkay visal, onacha gulli dodon, ko'kalinaki dodon, dodon shina joy qo'ra, ko'chani zaki dodon. Onacha gulli dodon, ko'kalinaki dodon, dodon shina joy qo'ra, ko'chani zaki dodon.
arjun endi erkalatar kim arazingni qo'yindim o'zing sanda yuragim oh matmazel madam go'zal sanda hammadam arazchimsan o'zingni chimirma qoshiq qadam oh matmazel madam go'zal sanda hammadam arazchimsan o'zingni chimirma qoshiq qadam Güzel sanda hammadan arazchimsan o'zingni chimirma qoshiq qadam oh matmazel madam güzel sanda hammadan arazchimsan o'zingni chimirma qoshiq qadam boshimni qotirmoqda hali bo'shashmaymiz yaxshilar assalom xush omaded nafs bekor salomadet kayvozana omaded ey bachcha xush omaded assalom xush omaded nafs bekor salomadet kayvozana omaded ey bachcha xush omaded boshimni qotirmoqda Rahmat, salomat bo'lasizlar. Inobat opam kechga qolib yuribdilar. Maktabda kechga qolmadingizmi? Keling. Keling bizning yonimizdan ikki og'izdan niyatlaringizni eshitaylik. Umringiz uzoq bo'lsin. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Opajonimning xonadoniga xush kelibsizlar. Opajonimga uzoq umr tilayman. Baxt saodat tilayman. Baxtimizga sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Farzandlaringiz nevaralaringiz ardog'ida yuring. Hamma yaxshilik kunlarimizda onajonim o'rniga onajon bo'lib bosh bo'lib yuring, opajonim. Yuzlarga chiqing. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli shu yerga yig'ilishib o'tirgan og'aylar. Shu opam tug'ilgan kuni ekan, yuzlarga kirib yursin. Hamisha birdek yaxshilik kunlarga kelib yuring. O'tamagan bilan
qo'sha qarib, hoji ota, hoji ona bo'lib nasib ro'za aylasin. Hammaga shunday yaxshilik kunlarni ko'p bo'lsin. Yaxshilik kunlarga yuraylik, hamma birdek. Umringiz uzoq bo'lsin, O'ktam buvamizni, Ro'zbo onamizni umrlariga umr so'raymiz. Allohimdan shu xonadonga baxt, omad, quvonch so'raymiz azizlar. Yurtimizda to'ylar bo'lsin, tomoshalar bo'lsin, bayramlarga ulashaversin. Shu xonadondan yaxshi insonlar qadami uzilmasin. Nasib bo'lsa, kelasi safar endi Jo'rabekjonni to'ylariga kelamiz. Azizlar, bezovta qilgan bo'lsak, men bor uzr xonadonlaringizda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini kuni ertaga ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasiz. Internetda yaqinlar tabrik yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida sahifalarimiz ishlab turibdi. To'liq variantdagi videorolikni ko'rishlaringiz mumkin. Tadbirlarimiz yoqsa bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Bezovta qilgan bo'lsak, men bor uzr. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Rahmat hammalaringizga.